ozish davomida teri osilib qoladimi, buni oldini olsa bo'ladimi deb so'rashibdi. Keling shu haqida gaplashamiz. Ozish davomida o'zi qanaqa holatlarda teri osiladi, qancha vazn tashlasa osiladi, shu haqida birinchi o'rinda tushuntirib berib o'tsam. Asosan 50 kilodan yuqori vazn tashiydigan bo'lsangiz, masalan, yoki 40, 50, 60, 70 kilo vazn yo'qotadigan insonlar bor-ku. Shunaqa vaznli insonlar demayman, aynan shuncha vazn yo'qotmoqchi bo'lsangiz, yo'qotayotgan bo'lsangiz, bunaqa holatlarda sizda terida osilish holatlari kuzatilish ehtimoli juda ham yuqori. Chunki siz yillar davomida ortiqcha vazn bilan qiynalgansiz. Teri ostida yog'lar yillar davomida yotib o'sha terini уже cho'zib bo'lganda, u narsa 100% orqaga qaytmaydi. Agar siz teringiz osilishini xohlamayapsizmi, bo'ldi, ozgina ortiqcha vazn bormi, sразу oldini olishga harakat qiling. Agar osilishni xohlamasangiz. Lekin sizda ortiqcha vazn juda ham haddan tashqari kattami, osilish holatiga ham tayyor turing. Bu holat agar sizda 40 kilodan ortiqcha vazn 40 kilodan oshiq vazn ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, bu holat kuzatilish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Undan keyingisi, agar siz teri osilmasdan ozishni xohlasangiz, juda ham tez ozishga shoshilmang. Menda ba'zi insonlar yozishadi, 20 kilo ortiqcha vaznim bor, men tez ozishni xohlayman, 20 kiloni bir oyda yo'qota olamanmi deyishadi. Savoliga savol qaytaraman. Siz 20 kiloni bir oyda yig'dingizmi deyman. Yo'q deyishadi, nechadir yillar davomida deyishadi. Bo'ldi, nechadir yillar davomida bo'lganda, hech bo'lmaganda nechadir oylar davomida yo'qota olasiz bu yog'ni. Bir oyda emas deyman. Lekin men bir oyda desa, bir oyda 20 kilo silliq yo'qotib bera olaman. Faqatgina terida osilish holatlari kuzatilish ehtimoli juda ham yuqori tez vazn tashlaganda. Nima keragi bor teri osilib, nosog'lom ozishni? Agar siz sog'lom ozish xohlaysizmi, bir oyda 3 kilodan 5 kilogacha vazn ozish bu norma hisoblanadi-da. Bo'ldi, yetadi. Undan ko'pini orzu qilib tashlamang. To'g'ri, undan ham ko'p ozish ehtimoli yuqori bo'ladi birinchi oyda. Ya'ni ozish boshlaganingiz birinchi oyda hattoki 10 kilo, 12 kilogacha ham, даже 15 kilogacha ham ozish mumkin. Chunki tanada keraksiz toksinlar yig'ilib yotgani hisobiga ham shunaqa birinchi oyda zo'r natija bo'ladi. O'sha keyingilarida sekinlashadi bu natija. Aytmoqchi bo'lganim, siz bir oyda 3-5 kilo agar ozgan taqdiringizda ham do'ppini osmonga oting, chunki siz teri osilmasdan ozishga harakat qilyapsiz. Teri osilishiga sabab bo'luvchi keyingi omil bu yoshni kattaroq bo'lishi. Ya'ni sizda agar yoshingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, 30 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha sizda kollagen va elastin ishlab chiqarilish miqdori pasaygan bo'ladi. Ya'ni teri osilib qolish holati ko'proq kuzatilish ehtimoli bor. Chunki sizda kollagen bilan elastin zo'r ishlamaydi-ku. O'sha u sekinlashgan. Shuni hisobiga ham sizda teri osilish holatlari kuzatiladi. Ba'zi holatlarda genetikaga ham bog'liq. Ya'ni otangizda, onangizda, buvijoningiz, dadajoningiz, amma, xola, tog'a, amaki kimda bo'lsa ham teri elastikligi bo'sh bo'ladigan bo'lsa, aynan shunaqa insonlarda genetik omilga qarab, ya'ni genetikaga qarab teri osilish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ozish davomida teri osilishi xohlamaydigan insonlar uchun bir ikkita maslahat berib o'tmoqchiman. Haftasiga 1 kilo ozsangiz bo'ldi, yetadi. Bu degani bir oyda siz bemalol 4 kilo vazn tashlay olasiz. Aynan shunaqa kichik vaznlar yo'qotganingiz hisobiga sizda teri osilish holatlari osonlikcha kuzatilmaydi. Ya'ni terilaringiz elastik holatini o'zini tiklab, sekin-sekinlik bilan o'ziga kelish boshlaydi-da. Shuning uchun ham katta vazn tashishga shoshilmanglar deb aytaman. Kichikroq vazn yo'qotinglar, zato qayta vazn yig'vorishinglarni ehtimolini ancha pasaytirib beradi kichik vazn yo'qotishinglar. Undan keyingisi, agar siz teri osilmasdan ozish xohlasangiz, ratsioningizda ko'proq proteinga, ya'ni oqsilga boy mahsulotlarni ko'proq qo'shishingizni tavsiya qilaman. Va undan tashqari mashqlarni, ya'ni yoga bor, stretching bor, ya'ni o'sha mushaklarni cho'zib qilinadigan mashq, pilates degan mashqlar bor-da, aynan shunaqa mashqlardan ko'proq foydalanishingizni tavsiya qilaman. Keyingi maslahatim, agar siz ozib terilaringiz tarang bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, aynan ozish davomida sizga omega 3 va kollagen ichishingizni tavsiya qilaman. Aynan bular sizni teringiz elastikligini qayta tiklagan holatda terini o'z holatiga qaytarib olishida yordam beradi. Omega 3 va kollagen. Videodan keyin sog'lom ozish xohlab qoldinglarmi sizlar ham? Agar sog'lom ozish xohlasanglar, tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilib, teri osilmasdan turib, chiroyli bo'lib, qayta semirmasdan ozish xohlasanglar, agar sizlarni o'zimni ozish marafonimga taklif qilaman. Ozish marafonim asosan oyning 1-chislasi va 15-chislasida, ya'ni bir oyda 2 marta bo'lib o'tadi. Aynan unga qatnashish uchun Telegram nomerim, lichkam hammasini pastga yozib qoldiraman. Telegramga ulanib, batafsil ma'lumot
ma'lumotlarni bilib olishinglar mumkin. Xohlasanglar marafon, xohlasanglar onlayn yoki offlayn konsultatsiyamga yozilsanglar bo'ladi. Sizlarni sog'lom ozdirishda, tabiiy mahsulotlar bilan birgalikda sog'lom ozdirishda yordam beraman.